Negativ haqida gapirib chiqsam, именно o'sha videoyimni prosmotri juda ham zo'r bo'ladi. Ko'pchilik kommentariyada "Voy, ahamiyat bermang negativlarga, siqilmang, nervi chiqmang" deyshadi. Qizlar, men siqilmayman, ahamiyat bermayman. Nimaga yetti-yot begona bo'lgan insonni gapiga kirishim kerak? Nimaga siqilishim kerak? Men даже kerak bo'lsa o'zimni vaqti kelsa yaqinlarimni gapiga kirmaydigan ayolman. 6 oy oldin dadamni singillari ammamni ko'rib qolganimda ular aytdilar: "Voy, semirib ketibsanmi?" deganlarida, "Amajon, siz non tuz berib qo'ymadingiz-ku, kuyovingiz boqyaptilar. Sizni nima ishingiz bor?" deb nagl et olganman. O'zingiz ham do'mbillab yurardingiz, yaqinda ozib qoldingiz deb gapira olganman. Sababi ozgina g'ashimni keltirgan bu gap. Farzand emizish davrida ozgina to'lishaman, chunki buni qizimda ham bilganman. Qizimni sutdan chiqarishim bilan sirazi vest tashaganman. O'g'lim qo'limda 7 oylik vaqtida men dieta qilaman deganimda o'g'limni ichini o'tkazib qo'yganman. Ya'ni juda ham ichi yomon o'tgan. O'zimniki ham, o'g'limniki ham. O'shaning uchun hozir hech kimning gapiga kirmasdan, dieta ham qilmasdan bolamni ona suti bilan katta qilaman. Odamlarning gapiga kirib, o'g'limni qattiq kasal qilib qo'yganim bir marta edi. O'zi aslida men tovarlarimni reklama qilishim kerak, lekin videolarim o'zim haqimda bo'lib ketdi. Savdo qilishni kimdan o'rgangansiz? Sela, men ota-onamdan o'rganganman. 6 yoshimdan beri men savdodaman. 6 yoshimda uyalmasdan ayta olaman, patir sotganman, qizajonlar.